Buni 8 motor boshlangan sizlarga bitta zo'r mashina topdim. Buni nomi 099 deyaptilar, to'g'rimi? To'g'ri. Qarang, motorni ochishdan oldin so'ray oldim. Ya to'xtang, bu motori qiziq buni. Motori qiziq, bitta yurgizsa oldin-a? Ha, bu bitta yurgizsa. Bitta yurgizi. Mashina ashib bo'lgan deyaptilar. Olib keling baqa, motorni ko'rsatib bering. Bu paqillashini qarang, paqillashiga bitta ish ko'z bo'ladi. Narxi arzon. Bitta ezpen gazini nomiga, qo'ygan nomiga. Ha, yana bitta. Bo'ladi aka. Mashinaning motori eng qizig'i bu qarang. Orqasiga yoshlar bor, jigar. Yoshlar bor. Siz babagalasiz. Men bosib minadi. Kalonga o'chirib qo'ying aka. Kalonga samfir ustida hamma yo'g'igacha bordi. Aka aytayaptiki, 3,5 pul tikib yuborgan mashinani deyapti. Motori qizig'i. Bitta motorini ko'rsatamiz. Mashinaning holati haqiqatan zo'r. Qarang, sport diska balonlar qatab bergan ekanlar. To'rtta yaxshi baloni bor ekan. Salonlarni bir ko'rsating. Bismillahirrohmanirrohim. Rollar qarang, sport rollar. Kalonga aytaman, aytdik. Siqolari yaxshi holatda ekan. Mashinamiz yili 99-yil deyapti. 99 mi aka? Motorini ko'rsataylik. Ha, 88 ekan. Motorini qarang. Buni 8 motor bo'lgan. Lasetti motor bosilgan ekan. Endi ag'a-bag'an qilib yuborishgan ekan. Holat haqiqatan zo'r akkumulyatori bor ekan. Mashina bezimda yurgan ekan. Kraskalari yengillashib bo'lgan deyapti. Narxiga keladigan bo'lsa, narxini uka o'zim deyapti, 3,5 ming 4 ming yaqin pul tikib yuborganman deyapti. Narxini 3,5 ming qo'yib beraman. Aka bosh xotirmi 3,5 qimmatsam, uka siz obunatsiz 3 ming dedi. Aka meni obunatsidan 2800 ga bo'lishini berasiz dedim. Sen bo'ldi dedi. Past telefon nomer qoldiraman. Kerakli ma'lumotlar uchun aloqa chiqsa, xuddi shunaqa paq mashina qiziq degan aka tashlab qo'yinglar. Nima deysiz, obuna bo'lib qo'ysizmi? Obuna bo'lsa, bundan zo'r mashinalarni qo'yamiz, xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Sog' bo'ylar, omon bo'ylar, bitta like tirsalatib bosib qo'yinglar. Sog' bo'ylar.